Rossiya prezidenti familiyasi Platov bo'lganligini bilarmidingiz? U bu haqda ancha oldinroq, ya'ni 2017-yilda media olamidagi bir jurnalistga bergan intervyusida ochiqlagan. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin razvedka maktabida o'qib yurganida o'ziga tegishli taxallusni oshkor qilgan. Rossiya prezidenti o'z faoliyatini xorijiy razvedka idoralarida boshlaganini va u yerda hammaning taxalluslari borligini, chunki bu ish ma'lum darajadagi maxfiylikni nazarda tutganini esladi. Men ba'zan zarurat tufayli texnologik taxalluslardan foydalanardim degan Putin ijtimoiy tarmoqlarda akkauntga ega bo'lganida Putin o'zi uchun qanday taxallusni tanlagan bolalarning birinchi savollaridan biriga izoh berar ekan. Davlat rahbari bandligi tufayli ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishga vaqti yo'qligini, ijtimoiy tarmoqlarga hech qachon kirmasligini ta'kidladi. Putin o'z nomi ostidagi 5000 ga yaqin akkauntlarni bilishini, ammo ular bilan hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Men razvedka maktabida o'qiganimda taxallusim Platov edi, dedi davlat rahbari Sochidagi Sirius iqtidorli bolalar o'quv markazi o'quvchilariga yuzlanib. Shuningdek, shu vaqtlarda bu odat bo'lganligi va hozir buni yashirishning hojati yo'qligini aytgan. Shunaqa gaplar, xo'sh, siz buni bilarmidingiz? Video faktni tezda yaqinlarga yuborib, birinchilardan bo'lib ularni ham xabardor qiling.